Shunaqangi vrachlar bu dunyoda bo'lmasa, keyingi dunyoda baribir javobini beradi buni. Ba'zi bir noinsof, muttahaf vrachlar bor, bularni vrach ham deb bo'lmaydi. Sababi ular xalqni o'sha bemorni dardidan foydalanib, qistasini ko'paytiryapti. Nimaga bu narsani aytmoqchiman? Kecha yaqinda men oldimga bir bemor keldi. Dorisini ko'rib, g'azabim bo'zib ketdi. U yozib bergan dorilarni 8 xil dori yozib bergan, ikkitasi yordam beradi bemorga. Qolgan 6 xili umuman ta'sir qilmaydi, umuman yordam bermaydi. Kasalligingizga dori olmoqchi bo'lsangiz, o'sha olayotgan doringizni 80% foyda bersa, 20-30% ziyon beradi. Bu 6 xil dorini hammasi ziyon, 100% ziyon beryapti hozir. U ta'sir bo'lmagandan keyin. Shunaqangi vrachlar bu dunyoda bo'lmasa, keyingi dunyoda baribir javobini beradi buni. Odamlar, iltimos sizlardan mutaxassisga boryapsizmi, iloji boricha uni surishtirishga harakat qiling. Agar surishtirish imkoni yo'qmi, bitta emas, 2-3 ta mutaxassisga boring. Siz shunda qaysi mutaxassis yaxshiligini bilasiz. Ularni aniqlash yana bitta yo'li, ular aynan o'zi xohlagan aptekaga yuboradi. O'sha aptekadan olishingizni xohlaydi. U aytgan firmaning dorisini olishingizni xohlaydi. U firma bilan ishlayapti. Shu sababli shu dorini olishingizni xohlaydi. Lekin boshqa shunday tarkibli boshqa firmaning dorisini olib kelsangiz, bu bo'lmaydi. Aynan mana shu narsani olishingiz kerak deb shu dorini olishga undaydi. Agar tarkibi bir xil bo'lsa, nega bo'lmaydi? Ekovi ham bir xil, tarkib bir xil bo'ldimi, ta'sir qilishi ham bir xil bo'ladi. Sizlardan iltimos, shunaqangi vrachlarga uchramaslik uchun birinchi o'rinda sog'lig'inglarni asrang.